jangga chiqish mumkin emas. Bo'y borasida farq bor. Buxoro viloyati vakili balandroq. Va mana shu ustuligidan qanchalik foydalana oladi yoki yo'q, hozir ko'ramiz jangda. Jang boshlandi. Low kick. Low kick bilan boshlayapti uni Ozodbek Rashidov. Joyda turibdi. Tutib olishga harakat qilyapti Andijon viloyati vakili Nurullo Shokirov. Bor qarating. 4-1, 6-2, 3-1 hisob oldiga chiqib oldi. Shokirov mustahkam turib qo'ydi. Kombinatsiya yakunida amalga oshiryapti. Round kick o'tmadi. Low kick bilan javob qaytaryapti. Front kick. Bosim uyushtirishga harakat qilib ko'rmoqda Ozodbek Rashidov. Front kick. Middle kick. Low kick. Aniq amalga oshirdi. O'ng qo'l cross. Nurullo Shokirov biroz ehtiyotkorlik bilan boshladi-ku, ammo bu yog'iga vaziyatni o'z tomoniga olib ketmoqda. Ko'ryapti, o'qiyapti, raqibni his qilyapti. Front kick. Kutganida shu o'ng qo'l to'g'ri yo'llangan zarbasini amalga oshirmoqchi edi. Raqib kutganicha yaqinlashib kelmadi. Va birinchi raund yakun tugamoqda. Demak 7-2, 13, 5-3 mana shunday hisob. Ha, ustunlik katta va yaqqol. İkinci round. Senariy o'zgarmadi. Hammoni o'qiyapti, lekin bosim oshirishga harakat qilmoqda Buxoro viloyati vakili. Javob berishga urinib ko'rdi Nurullo Shokirov. Jigariga hozir zarba. Tutib olish jarayonida. Jang davom etadi. Ikkita zarba chap qo'lda. Yon taraflama raund kick bilan yakunlashga urinib ko'rdik. Zarbadan bittasi o'tdi.
qo'l zarbasi, chap qo'l yon taraflama. Middle kick. Qisman o'tyapti. Lekin tempni oshirdi. Buni ham inkor eta olmaymiz Ozodbek Rashidov. Faolroq jangni davom ettiryapti. O'ng qo'l, yana bir zarba mo'ljalga bordi. Aylanma raundga qolib ketyapti. Mana shu zarbani amalga oshirgandan so'ng endi low kick yo'nalishida va low kick zarbalari uchun ball berishadi. Middle kick. Bir vaqtda ham raund yakuniga yetdi, ham ikkala sportchi zarba yo'lladi. Comebacklarni ko'rdik bugun. Bundan da yirikroq farq yuzaga kelganda ham amalga oshirishga erishgan edi Buxoro viloyati vakili. Lekin himoyasini inobatga oladigan bo'lsak, andijonlik sportchi Nurullo Shokirovni hozir qiyin bo'ladi Ozodbek Rashidovga bu comebackni amalga oshirish. Farq katta. Tutib bo'lmayapti. Qarshi hujumda yoki ilgarilab ketishga muvaffaq bo'lyapti har doim. Qanday kuchli. Hozir qorniga zarba, middle kick. High kick o'tyapti, qisman o'tyapti. Nurullo Shokirovdan zarbaga har doim zarba bilan javob qaytaryapti. Yorqinroq, ko'rimli zarba yetkazdi. Yana bir tutib oldi o'ng qo'l. Cross Lazahminov nigohlarga bir nazar tashlab qo'ydi har ehtimolga qarshi. Clinch. Jarohat. O'tyapti hozir high kick himoyadan ham. Endi mantiqiy yakuniga olib boradi. Bu jangda keskinlik ko'rmadik, faqatgina Nurullo Shokirovning mahorati. Koordinatsiyasi, his qilishi jarayonni mana shu jihatlarni kuzatdik. Xolos. Jang yakuniga yetmoqda. Andijon viloyat vakili Nurullo Shokirov O'zbekiston chempioni.
Ushbu jangda sudyalarning ichida hisobi bilan O'zbekiston chempioniga ko'k burchalik sportchi Sobir Abdulloh Andijon viloyati